qorin topografiyasida muhim bo'lgan 9 ta soha. Bu sohalar nima uchun kerak? A'zolarni joylashuvini bilishda. Ya'ni qaysi regioda qaysi a'zoni qismi joylashganini bilishda. Operatsion kirishda, ya'ni birinchi anesteziya bosqichidan keyin bizda operatsion kirish uchun yo'l tanlashda muhim. Hamda yana bir muhimligi bu a'zolarni gallatopiyasi, sintopiyasini aloqasini bilishda muhim hisoblanadi bu sohalar. 9 ta regiodan iborat qorin sohasi. Qanday qilib bu 9 ta regio hosil bo'ldi? Mana shu chiziqlar orqali gorizontal liniyalar hamda vertikal liniyalarni qorin sohasidan o'tkazishimizni hisobiga 9 ta regio hosil bo'ldi. Diqqat qilamiz. Gorizontal liniya ham 2 ta, 1-1-1-2, vertikal liniya ham 2 ta, 1-3, 1-4. Xo'sh, gorizontal liniyadan boshlaymiz. Xo'sh, birinchi liniyamiz gorizontal, e'tibor beramiz. Bu liniya bicastarum deyiladi. Ya'ni qovurg'adan qovurg'agacha tortilgan liniya. 10-qovurg'adan 10-ga tortilyapti kostaga. Bu gorizontal liniya, birinchisi. Xo'sh, keyingi liniya bo'lsa, bu o'siqdan tortiladi. Bu bispinatum desa ham bo'ladi, ya'ni spinadan spinagacha. Chanoq suyagini spina iliaca anterior superioridan o'ngidan chapiga qarab tortamiz. Ya'ni o'ng chanoqda va chap chanoq suyagida spina iliaca anterior superiorlariga tortsak, ikkinchi liniyamiz. 2 ta liniya tortdik qorin sohasidan, liniya bicastarum hamda bispinatum. Natijada bizda bu yozuvlarga e'tibor qilmay tursak, 3 ta soha hosil bo'ladi. Mezogastral, epigastral, gipogastral soha. 3 ta. Xo'sh, endi biz vertikal 2 ta liniya o'tkazishimizni hisobiga bizda 9 ta regio hosil bo'ladi. Xo'sh, vertikal liniyalarimizni 1-3, 1-4 bilan belgilaganman. Demak, 1-3 hamda 1-4. Xo'sh, bizda qorinni muskullarini aytdim boyagina, ya'ni musculus rectus abdominis, old devor muskulini yon qirg'og'i bor. Ya'ni tashqi yoki yon qirg'oq desak bo'ladi. Shu yerdan liniya o'tkazsak, 1-3, 1-4 liniya. Shunda 2 ta vertikal liniya o'tkazamiz, 9 ta regio hosil bo'ladi. Yuqorida 3 ta, o'rtada 3 ta, pastda 3 ta. Ya'ni mezogastral sohada 3 ta regio, epigastral sohada 3 ta regio va gipogastral sohada 3 ta regio hosil bo'ladi. Demak, birinchi regio gipochondrika dextra. Ya'ni qovurg'a osti o'ng soha. Regio epigastrika propria. Oshqozon joylashgan ayni shu sohada epigastrika propria. Regio gipochondrika sinistra. Ya'ni chap qovurg'a osti sohasi. Bu yerda qisman taloqni joylashganini ko'rishimiz mumkin. Taloq, demak, pankreasni, oshqozon osti bezini qismlari, limfa tugullari. Xo'sh, 4-chi regiomiz regio abdominis lateralis dextra. Ya'ni qorinni lateral o'ng sohasi. Kindik sohasi regio umbilicalis. Regio abdominis lateralis sinistra, ya'ni chap lateral soha. Xo'sh, endi bizga 6-chi soha regio ilio inguinalis dextra, regio pubica, ya'ni qov sohasi hamda regio ilio inguinalis sinistra. Buni oson mnemonik tarzda yodlash usuli regio gipochondrika dan 2 ta bor, dextra et sinistra, regio ilia inguinalisdan ham 2 ta bor, dextra et sinistra, hamda regio abdominis lateralisdan ham dextra et sinistrasi bor. O'rtasida bo'lsa qov sohasi, kindik hamda epigastrika propria joylashgan. Bu regiolarda a'zolar joylashadi, o'z nomiga monand. Bizga muhimi mnemonik tarzda mana shu 9 ta sohaning nomini yodlash edi vazifa.